Instagramga yoki Telegramga yoki YouTube'ga shunaqa platformaga video qo'ydingiz, video o'sha yemayapti yoki uncha aktiv bermayapti, siz hozir o'ylab qoldingiz. To'xta, nakrutka ursam nima bo'lar ekan deb, endi siz fali nakrutkani qayerdan bilasiz? Nakrutka desangiz mashinalar chiqib qolishi mumkin, chunki hozir mashinalar juda ham ko'p-ku. YouTube'ga nakrutka deb yozdingiz va mana shu video chiqdi. Bilaman, siz 100% tanlovda adashmadingiz. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Location botimizning shaxsiy YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Farzbek Fayzulloyev Amorslay bo'laman. Sizlar bilan bugun birinchi video, ya'ni Log SMM o'zi nima vazifa bajaradi va bunda qanaqa bu Log SMMning qanaqa hunarlari bor. Bugun shu narsani sizlarga to'liq gapirib beraman. Instagramga uzun video joylaydigan bo'lsam, odamlar vaqt o'tkazish uchun kiradi va videolarni oxirigacha ko'rmaydi. Shuning uchun aynan YouTube'da sabrli obunachilar borligi uchun men YouTube'ga endi shu narsani yo'lga qo'ydim. Ya'ni Log SMMning полный obzor mana shu YouTube kanalida bo'ladi. Hozirroq mana pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun Log SMMni batafsil ko'ramiz. Xo'p, mana bu burchakda ko'rinyapti. Xo'p, mana Telegramga kiramiz mana. Username Log SMM bot turib. Xo'p, men botni ikkinchi adminman, shuning uchun bot menda doim ishlaydi. Xo'p, kirganinglardan keyin startni bosasizlar. Mana startni bosganingizdan keyin botda nima bor? Hozir botni bitta funksiyalarini tushuntirib o'tmayman. Nima borligini men sizlarga tushuntirib o'taman. Aytaman. Xo'p, kirganingizdan keyin mana nomer olish bo'limi turibdi. Xullas, bunda sizlar Telegram akkauntlar uchun nomer olsangiz bo'ladi. Hisobim bunda hisob to'ldirasizlar. Buyurtmalar, ya'ni nima buyurtma qilsol, undan bir 1000 ta nakrutka buyurtma qildingizmi? Hamma narsani mana shu yerda mana bajardim. Men buyurtma berganman zakazlarni, bular hammasi bajarilgan. Xo'p, qo'llanma, botni tushunmayapsizmi yoki adminlarga yoz, mana bu yerda qo'llab-quvvatlash degan joy bor. Qo'llab-quvvatlashga yozsangiz, misol aka mana shunaqa dardim bor deb yuborib qo'ysangiz, adminlar sizga mana admin javobini kuting. Adminlar sizga tezroq javob beradi. Qo'llanmada agar adminga yozmasangiz, qo'llanmalarni hammasini bitta ko'rib chiqing, o'qib chiqing. Xo'p, ikkinchisida xizmatlar. Bunda eng glavniy kerak bo'ladigan narsa bor. Pul ishlash. Bunda har xil o'yinlar, do'stlarga referar tarqatib, siz pul ishlayotsangiz bo'ladi. O'sha pulni keyin nakrutka yoki kerak bo'lsa ko'proq ishlasangiz, narx qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, hisob to'ldirish. Bunda hisob to'ldirishda siz Amerikada bo'lasizmi? Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bemalol hisob to'ldirsangiz bo'ladi yoki adminga murojaat degan joydan murojaat qilib to'lovni bemalol tasdiqlasangiz bo'ladi. Svetlar o'ynayapti. Xo'p, hamkorlik IP, ya'ni siz o'zingiz nakrutka misol bot yaratib, mana shu bizning Log SMM botimizdan hamkorlik IP olsangiz bo'ladi. Ya'ni siz ham shunaqa nakrutka da aylanadi keyin. Uni keyin batafsil tushuntiraman. Bo'ldi, shu narsalar bor. Kanalni o'zini yangiliklar kanali bor va admin, glawniy adminlar bizda mana hammasi ochilgan bo'ladi va buyurtma, ya'ni siz nima buyurtma qilyapsiz, hammasi isbot sifatida mana shu kanalda, mana shu gruppa, kanalmi? Bu gruppa ekan. Hammasi mana shu yerda tashab boriladi. Bu odamlar tashamaydi. Bot o'zi avtomatik bu narsani tashab boradi. Xo'p, keyingi videolarda men bitta mana xizmat nimani bajaradi, mana misol Instagram obunachilar nimani bajaradi, hammasini bitta obzor qilib, hammasini bitta tushuntiramiz. Hozircha o'zi Log SMM nima? Ya'ni Instagram, YouTube, Telegram, undan tashqari kichik PUBG uchun Telegram premiumlar, Instagramdagi problemalar, YouTube problemalar, YouTube kanal ochish, shunaqa adminga murojaat qilsangiz hammasi bor. Sizlar mana shu tarmoqlarga nakrutka kursangiz bo'ladi. Nakrutkani tushunmaydiganlar bo'lsa, nakrutka bu misol mana sizda 10 ta obunachi bormi? Siz misol 1000 ta obunachini 5000 so'mga sotib oladigan bo'lsangiz, siz o'sha 10 ta obunachingizga 1000 ta obunachi qo'shiladi, 1010 ta obunachi bo'ladi. Lekin u odamlar plyusga qarab, misol o'zbek obunachilar sotib oladigan bo'lsangiz, o'shanga yarasha odamlar qo'shiladi. Qanday deyotgan bo'lsangiz, ana akkauntda qo'qqisdan kimgadir obuna bo'lib qo'yasiz-ku, imminni o'sha nakrutkalar botlar qo'shib qo'yadi. Shuning uchun bu narsani hech qachon xavotir olmanglar. Botimizning silkasi, faklari ham bor. Shuning uchun botimizning silkasi mana shu Log SMM profilining shapkasida ham bor va mana shu videoni opisiyaniyasida ham qoldiraman. Sizlar bilan Farzbek Fayzulloyev bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, chunki nakrutka hammaga kerak. Chunki YouTube, mesela Instagram ishlatmayman, Telegram yo'q menda yoki Telegram обязательно bo'ladi, chunki hozir kursga borasizmi, qayerga borsam har Telegram ishlating deydi, WhatsApp ishlating demaydi. Telegram ishlating deydi. Kimgadir nimadir bir kun ishlar tushib qoladi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nimaga obuna bo'lib qo'yinglar?
u nima yo'qotib qo'ymasligi uchun. Demakda nakrutka bor edi-yu deb yo'qotib qo'ymasligi kirasizlarda silka orqali kirib yoki ma'lumotlarni ko'rsangiz bo'ladi. Nakrutka bot da. Chao.